U tanadagi o'zini o'zi tiklay oladigan yagona organ hisoblanadi. Undan tashqari uni 2000 tadan ortiq funksiyasi bor. Bugun aynan shu jim yuradigan organ haqida gaplashamiz. Zaharli moddalar bilan ishlash, zavod yoki bo'lmasam lakokraska, malyarlar. Endi jigar sirrozi aniqlangan bo'lsa, bu tamom deganimiz. Jigar saratoni paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan 3 ta asosiy omilni sizlarga tushuntirib beraman. Jigar tanadagi eng jim va eng mehnatkash organ. U tanadagi o'zini o'zi tiklay oladigan yagona organ hisoblanadi. U bizning tanamizda yig'ilgan toksin, zaharlarni tozalaydi, filtrlaydi. Qon ishlab chiqarishida qatnashadi. Qonni quyuq suyuqligini kontrol qiladi. Vitaminni ishlab chiqarishda qatnashadi. Undan tashqari sutka davomida beto'xtov yog'larni hazm qiladigan o't suyuqligini ham ishlab chiqarishda qatnashadi. Undan tashqari uni 2000 tadan ortiq funksiyasi bor. Lekin bu a'zo jimgina yurgani sababli odamlar ko'pincha uni kasalligini bilmay qoladi va sezmay qoladi. Bugun aynan shu jim yuradigan organ haqida gaplashamiz. Jim yurgani bilan lekin eng xavfli kasallik haqida, jigar sirrozi va sirrozi jigar saratoniga qanday o'tish haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Ko'pincha bemorlarga sizda jigar sirrozi degan tashxisni qo'ysak, ular juda ham hayron qolishadi. Men spirtli ichimlik ichmayman, hech qachon ichmaganman yoki bo'lmasam ko'pincha 10 yil oldin tashaganman deb aytishadi. Lekin biza sizlarga va boshqa bemorlarga shuni yetkazishimiz kerakki, jigar sirroziga nafaqat alkogol, undan tashqari ko'pgina kasalliklar olib keladi. Masalan, virusli gepatit B, C va D yoki bo'lmasam jigarni yog' bosish, yog'li gepatoz degan tashxis ko'p yillar eshitgansizlar, shu kasallik olib keladi sirrozga. Yoki bo'lmasam autoimmun kasalliklar, zaharli moddalar bilan ishlash, zavod yoki bo'lmasam lakokraska, malyarlar, shularni ko'pgina zaharli modda bilan ishlagani sababli jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Undan tashqari benzokolonkada ishlaydigan xodimlarimiz ham uzoq yillar davomida benzin parlarini hidlab yurgani sababli ham jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Undan tashqari dorilarni ko'p va benazorat qabul qilish ham jigarni yallig'lantiradi, bora-bora jigar qotishiga yoki jigar sirroziga olib keladi. Endi jigar sirrozi deganda biza sog'lom jigar hujayralarini chandiq to'qimasi bilan almashishini tushunamiz. Ko'pincha xalq orasida bu jigar qotishi deb aytiladi. Jigar sirrozini saratonga o'tish mexanizmi mana shunaqa. Jigar yallig'lanadi. Yallig'langan hujayralar nobud bo'ladi. Tez nobud bo'lgani hisobiga jigarni nobud bo'lgan hujayralarning o'rnini chandiq qoplash boshlaydi. Chandiq qoplangan to'qima qon aylanishi sekinlashadi. Organizm bu qolgan sog'lom hujayralarni o'rnini qoplashga harakat qiladi. Ya'ni hujayralar haddan tashqari tez, benazorat ko'payishni boshlaydi va bu benazorat ko'paygan hujayralarni DNKsida nosozlik, o'zgarishlar paydo bo'lish boshlaydi. Shu nosozliklar bora ishdan chiqib, o'zgarib, nazoratdan qochgandan keyin jigar sirrozi mana shu tochkasida jigar saratoniga aylanishi boshlaydi. Endi jigar saratoni paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan 3 ta asosiy omilni sizlarga tushuntirib beraman. Birinchisi bu doimiy yallig'lanish. Demak, organizmda virus B, C yoki bo'lmasam boshqa omillar bo'lganda, jigarda doimiy uzluksiz yallig'lanish rivojlanadi. Uzluksiz yallig'lanish yoki bo'lmasam umuman organizmdagi yallig'lanish bu bizning himoya mexanizmimiz. Lekin doimiy yallig'lanishda organizm bu nagruzkaga chidolmaydi va genetik bosqichda DNKda o'zgarish paydo bo'ladi. Bizning hujayramizni DNKsi o'zgarib, yallig'lanishga qarshi kontrol yo'qolib, hujayralarni bo'linish, betartib bo'linish hisobiga saratonga olib kelishi mumkin. Ikkinchi omil bu doimiy yallig'lanish. Hujayralarni haddan tashqari tez nobud bo'lish hisobiga jigar to'qimalarini, sog'lom to'qimalarini o'rnini chandiq bosish. Chandiq bosgan to'qimada qon aylanishi sekinlashadi yoki butkul to'xtaydi. Qon aylanishi, sekinlashishi, kislorod yetmasligi hisobiga organizm bu joylarini tiklashga harakat qiladi. Tiklashga harakat qilib, hujayralarni to'ldirib berishga harakat qilib, yanada hujayralarni ko'payishiga olib keladi. Bu tartib kontrol yo'qoladi va yana DNKda o'zgarish saratonga olib kelishi mumkin. Uchinchi omil bu
immun tizimini nosoz bo'lishi. Organizmda doimiy yallig'lanish, chandiq paydo bo'lishi, jigarda chandiq bo'lishi bu odatiy holmas jigarga. Shuning uchun immun tizimimiz albatta bunga qarshi chiqish xohlaydi. Bu degani immun tizim o'zimizga o'zimiz kurash boshlaydi degani. O'sha to'qimalarga, chandiq bo'lgan to'qimalarga kurash boshlaydi va ularni kasallangan hujayra, DNKsida nosozlik bor hujayralarga qarshi kurash boshlagani hisobiga o'zimizni jigarimizni hamla qilib o'ldiradi desa ham bo'ladi. Bu ham jigar DNKsida, hujayralarning DNKsida o'zgarish hosil qilib saratonga olib boradi. Endi ikkinchi savol. Agar tekshiruvdan keyin gepatit B yoki C aniqlangan bo'lsa, nima qilish kerak? Albatta, jigar bilan shug'ullanadigan vrach bor, gepatolog. Qabuliga yozilasizlar, kelasizlar. Albatta, har 6 oyda bir marta, 1 yilda 2 martagina UZI tekshiruvdan va qon tahlilidan o'tiladi. Bu og'riqsiz, bezarar tekshiruv, lekin jigar sirrozini oldini olishda yoki bo'lmasam vaqtli aniqlashda bu bizga eng katta samara beradi. Endi jigar sirrozi aniqlangan bo'lsa, bu tamom degani emas, uni nazorat qilish muhim va shu darajada to'xtatish mumkinligini sizlarga yetkazish kerak. Har 6 oyda bir marta albatta gepatolog nazoratida bo'lib, UZI tekshiruvidan o'tishingiz kerak va bir qancha qon tahlillari bor. Agar jigar sirrozi saratoniga o'tganini vaqtli aniqlangan bo'lsa, uni xirurgik yo'l bilan, местный ablatsiya yo'li bilan uni davolasa bo'ladi. Buni bilishingiz shart. Lekin faqatgina uni vaqtli boshlang'ich stadiyasida aniqlasak. Endi turmush tarziga to'xtalsak. Bu yerda spirtli ichimliklarni butkul to'xtatish kerak. Faqat bayramda degan narsa yo'q. Yog'li bo'lgan, og'ir hazm bo'ladigan ovqatlardan uzoq yurish kerak. Suv ichish muhim, lekin vrach nazoratida. Qorinda agar suyuqlik yig'ilgan bo'lsa, faqatgina vrach ruxsat bergan dozada suv ichish mumkin. Jigarga harakat ham muhim, lekin bu harakat ham me'yorida bo'lishi kerak. Juda ham og'ir nagruzka qilish mumkin emas. Agar jigar sirrozi saratonga o'tgan bo'lsa, bu taqdir emas. Bu jarayonni to'xtatish mumkin. Asosiysi o'zingizlar befarq qolmanglar. Agar surunkali gepatitinglar bo'lsa, uni nazoratga oling yoki bo'lmasam davolang. Har 6 oyda albatta UZI yoki qon tahlili tekshiruvidan o'ting. Jigarga foydali bo'lgan odatlar yarating. Yog'li ovqatlardan uzoqroq yuring. Jigar sirrozi bu yakun emas. Uni vaqtida aniqlash va davoni boshlash hayotinglarni uzunlashtiradi, sifatini yaxshilaydi va sog'lom turmush kechirishinglarni ta'minlaydi. To'g'ri parhez, vaqtida davo bu yaxshi natijaga olib keladi. Agar mabodo sizlarda gepatit B, C yoki bo'lmasam jigar sirrozi va jigar kasalligiga shubha bo'lsa, hoziroq shifokorga, gepatologga uchrang, tekshiruvdan o'ting va davolaning.